Assalomu alaykum hurmatli student. Mukammal Telegram bot tuzish kursini davom etamiz. Bugungi darsimizda Replay keyboard va inline keyboardlar bilan tanishamiz inshaalloh. Telegram botda ikki turdagi klaviatura mavjud. Birinchisi o'sha Replay keyboard hisoblanadi, ikkinchisi inline keyboard hisoblanadi. Bu tugmalar chatning pastida chiqadi va foydalanuvchi ular orqali matn yuboradi. Ya'ni birinchi Replay keyboardimizda chat oynasida doim ko'rinadi. Tugma bosilganda botga matn yuboriladi. Ya'ni Replay keyboardimiz bosilganda Telegram botimizga matn yuboradi. Matn sifatida qabul qiladi Telegram botimiz tugmani. Replay tugmani eng sodda va foydalanuvchiga qulay hisoblanadi. Demak, Replay tugmalar foydalanuvchi xabar yuborganda tekst sifatida tushunar ekan. Ikkinchi tugmamiz inline keyboard xabar ostida chiqadi. Bu tugmalar faqat xabar ostida chiqadi va kelbek datalar yuboradi. Ya'ni kelbek data sifatida qabul qiladi Telegram botimiz. Inline keyboard bosilganda xo'p, matn emas, kelbek sifatida qabul qilar ekan inline keyboardimizda. Murakkab menyular yaratish mumkin inline keyboard orqali. Xo'p, demak, bugungi darsimizda Replay keyboard yaratishni o'rganamiz, inline keyboard yaratishni o'rganamiz, kelbek datalarni ushlashni o'rganamiz, tugmalar orqali kichik interaktiv menu yaratishni o'rganamiz inshaalloh. Demak, bugun darsimizda amaliy qismida kod yozganman, ularni tushuntiraman noldan. Amaliy qismimizda mini loyiha yaratamiz. Biz quyidagi tugmalarga ega bot yaratamiz. Ya'ni menu, bog'lanish, ma'lumot olish degan 3 ta tugma yaratamiz va inline tugma ham yaratamiz 3 ta. Bularni o'z darsimiz davomida ko'rib chiqasiz, ko'rsataman to'g'rirog'i. Hop. Demak, loyihamiz strukturasi har doimgidek o'sha biz birinchi darsimizda oldin yaratgan nimamizda o'sha struktura asosida o'zgartirish kiritilmagan. Demak, o'tgan darsimizda main.py faylimizga yangitdan kod yozib, ularni noldan tushuntirgandim. Bu kodimizda hech qanaqa o'zgartirish qilinmadi. Xuddi o'sha o'tgan darsimizda qanday tushuntirgan bo'lsam, xuddi shu holda turibdi kodimiz. Demak, buni tushuntirishimiz shart emas. Biz user handlerimizga yangi kod yozganmiz. Demak, o'shani tushuntirishni boshlayman. Demak, iogramdan kerakli klasslarni import qilib olyapmiz. Doimgidek from iogram frameworkidan import qilyapmiz. Routerni va filtrni import qilib olyapmiz. Iogram typesdan message'ni import qilyapmiz. Replay keyboard markupni import qilyapmiz va keyboard buttonni import qilyapmiz. Ya'ni bu ikkita klassimiz orqali Replay tugma yaratamiz. Demak, ikkinchisida iogram typedan import qilyapmiz. Inline keyboard markupni va inline keyboard buttonni import qilyapmiz. Ya'ni bu orqali ikkinchi tugmamiz, ya'ni inline keyboard yaratamiz va iogram filtrisidan commandni import qilib olyapmiz. Demak, user router yaratyapmiz. Bu fayldagi handlerlarni main.py mana faylimizga dispetcherga ulash uchun kerak. Bu faylimizga dispetcherga ulash uchun kerak routerimiz. O'shuncha router yaratib oldik. Demak, yangi funksiya yaratyapmiz. Funksiyamizga nom beryapmiz. Get main menu degan funksiyamiz nomi hisoblanadi bu. Va keyboard degan o'zgaruvchi yaratyapmiz va Replay keyboard markup, ya'ni import qilib olgan klassimizni chaqiryapmiz. Replay tugmalarini yaratish uchun ishlatiladi bu.
Xo'p, demak, keyboard deb yangi ro'yxat yaratyapmiz. Ya'ni tugmalar matrisasi satrlariga bo'lingan. Har bir keyboard button bitta tugma degani, ya'ni bu yerda keyboard button va text deb yozyapmiz va yaratmoqchi bo'lgan tugmamiz nomini beryapmiz. Ya'ni biz menu degan tugma yaratyapmiz Telegram botimizda. Keyboard button deb yana ikkinchi tugmamizni yaratyapmiz. Text va menumizning nomi bog'lanish degan menu ekan, tugma ekan. Demak, ikkinchi keyboard buttonimizda uchinchi tugmamizni yaratyapmiz. Ya'ni uchinchi keyboard buttonimizni debman. Ma'lumot degan tugma yaratyapmiz va Races keyboard bu nima desangiz, tugmalar ekran o'lchamiga mos bo'ladi. Ya'ni Races True desak, bu Telegram botimizga moslab o'lchamiga moslab beradi bu kodimiz. Demak, return orqali keyboard o'zgaruvchimizni qaytaryapmiz. Bu Python asoslari darsimizda bu haqida gaplashganmiz. Return orqali funksiyamizdan ma'lumot qaytarishda, ya'ni return orqali keyboard degan o'zgaruvchimizni qaytaryapmiz funksiyamizga. Demak, davom etamiz. Bu yerda handler yozyapmiz, user router deb, message va command deb start, ya'ni startga handler yozdik. Asinxron funksiya yaratyapmiz. Def orqali start cmd funksiyamizning nomi message bular haqida o'tgan darsimizda gaplashganmiz. Agar buni ko'rmagan bo'lsangiz, o'tgan darsimizni ko'rib, bularni o'rganib chiqishingiz mumkin. Bularni hammasini noldan tushuntirganman o'tgan darsimizda. Davom etamiz. Await message answer, ya'ni xabar yuboryapmiz foydalanuvchiga. Ya'ni start bosilganda salom, quyidagi menulardan birini tanlang deb. Bu yerda e'tibor bering. Replay markup, get main menu. Replay keyboardni foydalanuvchiga yuboramiz. Ya'ni start bosilganda mana biz yaratgan 3 ta menumiz foydalanuvchiga ko'rinadi. Xuddi o'shani replay markup get main menu deb ushbu funksiyamizni berib qo'ydik. Ya'ni bu start bosilganda ushbu menumizga murojaat qiladi. Ya'ni ushbu funksiyamizga murojaat qiladi to'g'riroq va 3 ta biz yaratgan menu foydalanuvchiga ochiladi start bosganda. Xo'p, demak, endi biz tugmalarimiz uchun handlerlar yozyapmiz. Qanaqa desangiz, mana biz tepada 3 ta tugma yaratdik. Menu, bog'lanish, ma'lumot degan. Endi biz o'sha menu degan birinchi tugmamizga handler yozyapmiz. Ya'ni menu bosilganda Telegram botimizga kirib, o'sha menu tugmasini bosganda nima bo'lish kerak, o'shani yozyapmiz, ya'ni handlerga. Ya'ni menu tugmasi bosilganda bu asosiy menu quyidagi variantdan foydalaning degan matnni foydalanuvchiga yuboryapmiz ushbu handlerimiz orqali. Ya'ni ushbu tugmamiz uchun bitta alohida handler yozdik. Ya'ni router message f text, ya'ni filtr orqali tugma bosilganda shu matn keladi, botga keladi. Demak, bot shunga mos javob qaytaradi. Filtr orqali text sifatida qabul qilyapmiz bu menuni. Demak, asinxron funksiya yaratyapmiz. Def menu handler funksiyamizning nomi message await message answer, ya'ni bu orqali biz xabar yuboryapmiz. Ya'ni menu tugmasi bosilganda ushbu xabarni foydalanuvchiga yuboryapmiz. Xo'p, demak, ikkinchi handlerimizda bog'lanish tugmasiga handler yozyapmiz. Mana ikkinchi tugmamiz bu. Bunda ham handler yozganmiz, abstract orqali text filtrlab olganmiz
va tugmamizni nomini bu yoqqa qo'yganmiz. Asinxron funksiya yaratganmiz. Funksiyamizga nom berganmiz. Message await message answer, ya'ni xabar yuboryapmiz. Bog'lanish tugmasi bosilganda bog'lanish uchun ushbu userga murojaat qiling degan xabarni foydalanuvchiga yuboryapmiz. Ya'ni foydalanuvchi bu tugmani bosganda. Demak, 3-chi tugmamiz bosilganda ma'lumot, ya'ni mana bizning 3-chi tugmamiz. E'tibor bering, mana bu yerda masalan orasida joy ochilgan. Masalan, o'sha joy ochilgan. Xuddi shu yaratgan tugmangizni olib, kopiya qilib, mana shu yoqqa tashlashingiz kerak bo'ladi. Mana masalan, mana shu yoqqa tashlashingiz kerak. Yo, agar o'zingiz qo'lda yozsangiz ham, mana smaylarni qo'yib, xuddi mana shunaqa yozishingiz kerak. Chunki mana shu tugma bosilganda shu xillar javob berish uchun, masalan, joy qoldirmay shunday yozib ketadigan bo'lsak, bu tugmamiz bosilganda, ya'ni bu tugmamizga yozilgan xillar ishlamaydi. Chunki bu yozilgan tugmamiz bilan tugmamiz bir xil bo'lishi kerak, ya'ni xillardagi tugma bilan. Ya'ni bu yerda bitta joy ham qoldirmaslik kerak. Bir xil bo'lishi kerak. Iloji bo'lsa, o'sha yaratgan tugmangizni shunday olib, kopiya qilib, Ctrl S bilan kopiya qilib, birato'la o'sha xillarga berib ketish kerak. Ya'ni o'shanda xatolik kelib chiqmaydi. Demak, bu yerda ma'lumot degan tugmamiz uchun xillar yozganmiz. Bu yerda ham ma'lumot degan tugmamiz bosilganda bu bot iogram orqali yaratilmoqda degan matnni foydalanuvchiga yuboryapmiz. Xo'p, keling o'sha hozir replay keyboardni ishlatib ko'ramiz. Keyin ikkinchi keyboardimiz inline keyboardga o'tamiz. Bularni comment qilib qo'yaylik. Inline keyboardimiz, bularni keyin tushuntiraman. Demak, bularni pakka comment qilib turamiz. Hozir yaratgan replay keyboardimizni ko'rsatay sizga. Keyin o'sha Telegram botimizni SIMDda ishga tushiramiz. Ya'ni loyihamiz ushbu fayliga kirib olamiz. Yana bu yerdan kirib olib, mana shu yoqqa o'chirib SIMD deb yozib enter deb bossak, bizga o'sha loyihamiz turgan fayl ichida SIMD ochib beradi. Va dir orqali loyihamiz fayllarni ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda xillar degan papkamiz, config.py, main.py va hokazo biz faylimizdagi Python fayllari mavjud bu yerda. Demak, virtual muhitimizni aktivlashtirib olamiz. Buning uchun virtual muhitimiz nomini yozamiz. Biz bu yerda my.env deb yozganmiz, o'shani yozamiz. /scripts activate enter deb bossak, mana ko'rib turibsiz, bizda virtual muhitimiz aktivlashdi. Endi botimizni run qilishimiz mumkin. main.py da kopiya qilib olamiz va bu yerda Python main.py enter deb bossak, botimiz ishga tushadi. Mana bot ishga tushmoqda degan matnni bizni konsolimizda ko'rib turibsiz. Xo'p. Demak, Telegram botimizga kirib olamiz. Botimizga start bosamiz. Mana ko'rib turibsiz, biz start xillarda yozganmiz. Salom, quyidagi menulardan birini tanlang degan biz yozgan xillardagi matn bizga yuborildi start bosganimizda. Mana start xillarimizdagi xuddi o'sha matn bizga yuborildi. Ya'ni biz startga yozgan xillarimizdagi oldini yozib qo'ygan javobimiz yuborildi to'g'rirog'i va replay markup get main menuni berganmiz. Ya'ni start bosilganda ushbu biz yaratgan menularni chiqar deb. Hop, biz start bosdik, mana biz yaratgan menularni bizga chiqarib berdi. Ko'rib turibsiz. Ya'ni bular replay tugma hisoblanadi. Mana tugmamizni bosamiz, ya'ni menu tugmasini bosganimizda, ya'ni menu tugmasi bosilganda xillarimizga qanday javob
yuborish kerakligini yozib qo'yganmiz. Mana xuddi mana shu javob bizga qaytarildi. Chunki biz menu tugmasi bosilganda oldindan javoblarni berib qo'yganmiz, nima deyish kerakligini. Mana xuddi o'sha javobni bizga qaytardi. Endi ikkinchi replay tugmamizni bosar ekan bo'lsak, bog'lanish. Ya'ni bog'lanish bosilyapti. Bu bog'lanish tugmasini matn sifatida botimiz qabul qilyapti va ushbu matnga mos javobni bizga yuboryapti. Mana bog'lanishga biz handler yozganmiz. Ushbu handlerimizdagi javobni bizga yuboryapti. Ya'ni bot foydalanuvchi yuborayotgan ma'lumot matnmi, rasmmi o'shani birinchi aniqlab olyapti. O'shaning uchun bizga fi text deb berganmiz, ya'ni filtr. Ya'ni bu faqat tekst nimasini ma'lumotni qabul qiladi va o'shani qabul qilib, ya'ni to'g'ri kelgan biz yuborgan matnga tugmaga mos handler javob beradi. Biz hozir bog'lanish tugmasini bosdik va o'sha bog'lanish degan handlerimizdagi javob bizga qaytdi. Mana ko'rib turibsiz. Bog'lanish uchun Jasurga murojaat qiling deyapti. Xo'p. Uchinchi tugmamiz mana bu bot iogram orqali yaratilmoqda. Ya'ni biz ma'lumot degan tugmamizga ham handler yozganmiz. O'sha handlerimizdagi javob bizga qaytarildi. Ya'ni biz hozir birinchi tugmamiz replay tugmasini yaratishni ko'rib chiqdik va tugmalarimizga handler yozdik. Ya'ni tugmalarimiz bosilganda nima vazifa bajarish kerak, o'shani biz handler orqali yozib oldindan avtomatlashtirib qo'ydik. Ya'ni o'shanga tugmamiz bosilganda oldindan nima javob berish kerakligini yozib qo'ydik handlerimizda. Ya'ni bu birinchi tugmamizga, replay keyboardimizga misol edi. Endi keling ikkinchi tugmamizni yaratishni boshlaymiz. Ya'ni ikkinchi tugmamiz inline keyboard yaratishni ko'rib chiqamiz hozir. Hozir replay keyboard ozroq bo'lsa ham ya'ni tasavvur hosil bo'ldi sizlarga. Mana replay keyboard nima ekanligini tushundingiz. Mana replay keyboardlar mana bot pastida chiqadigan mana tugmalar ekan. Endi bular replay keyboard. Endi o'z inline keyboard yaratishni ko'rib chiqamiz. Xo'p. Bularni kommentga olib qo'ysak ham bo'ladi. Start handlerimiz qoladi, chunki biz hozir botga kirib start bosishimiz kerak va ushbu menularni ochib berish kerak. Ya'ni birinchi tugmalarimiz replay keyboardlarni ochib berish kerak. Bular ham turadi. Endi inline keyboardlarimizni qanday yaratishdi va ko'rib chiqamiz qanday handler yozishdi. Kommentdan chiqaramiz kodimizni. Xo'p, demak birinchi navbatda funksiya yaratib olyapmiz. Ya'ni funksiyamizga get inline menu degan nom beryapmiz. Get inline menu degan nom beryapmiz funksiyamizga. Har doimgidek o'zgaruvchi yaratyapmiz keyboard degan va bu yerda inline keyboard markup degan klassimizni chaqirib olyapmiz. Buni kodimiz boshida import qilib qo'ygandik mana. Demak, inline keyboard qatori va bu yerda inline keyboard button deb, ya'ni inline tugma yaratish uchun inline keyboard button deb
yozib olamiz birinchi navbatda va unga text beramiz. Ya'ni text inline keyboardimizga nom bo'ladi. Ya'ni inline keyboardimizga biz tugmamizga nom beryapmiz. Ya'ni birinchi inline keyboardimizning nomi kurslar degani. Kurslar degan tugma va bu yerda e'tibor bering, virgul qo'yapmiz va kelbek data deb yozyapmiz izidan va kelbek dataga kurs deb nom beryapmiz. Ya'ni kelbek datamizga kelbek data botga yuboriladigan signal hisoblanadi. Kelbek data oddiy kichik matn bo'ladi. Ikkinchi keyboard inline keyboard button deb ikkinchi inline tugmamizni yaratyapmiz. Bunda ikkinchi tugmamizga nom beryapmiz, narxlar degan va bunga ham kelbek data beryapmiz va kelbek datamizga price degan nom beryapmiz. Demak, ajratyapmiz buni. Ya'ni yangi qatordan alohida yozyapmiz. Buni sababi bor, buni tushuntiraman bu yerda. Uchinchi tugmamizni yaratyapmiz, text beryapmiz va uchinchi tugmamizga nom beryapmiz. Mentor bilan bog'lanish degan bu tugmamizning nomi hisoblanadi va virgul bilan ajratib, yana bunga ham kelbek data beryapmiz va kelbek datamizga bunga mentor degan nom beryapmiz va return orqali keyboard degan bu yerda o'zgaruvchimizda funksiyamizdan qaytaryapmiz. Endi return orqali funksiyadan qaytariladi bu. Demak, biz hozir inline keyboard menularni yaratib oldik. Endi bu tugmalarimizga ham handlerlar yoziladi. Demak, birinchi routerimizni yaratyapmiz. Message fstrap message filter text. Ya'ni biz birinchi yaratgan replay butonimiz, ya'ni birinchi menyumiz bosilganda, mana bu yerda birinchi yaratgan menyumiz bosilganda asynchron deb funksiya yaratyapmiz. Open inline menu, message, avoid message answer, quyidagilardan birini tanlang deb, ya'ni menu bosilganda replay markup orqali get inline menuga yo'naltiryapmiz. Ya'ni inline menuni chiqaryapmiz. Menu tugmasi bosilganda bu xabar ostidan chiqadi inline tugmalarimiz. Menu bosilganda xuddi get inline menu degan yangi hozir yaratgan inline tugmalarimiz chiqadi. Xuddi shu tugmalar chiqadi. Kurslar, narxlar, mentor bilan bog'lanish menulari bizga hosil bo'ladi menu tugmasi bosilganda. Demak, endi inline tugmalarimiz uchun handlerlar yozyapmiz. Replay tugmalar uchun e'tibor bering, user router message deb yozardik. Endi inline uchun user router callback query deb yozamiz. Ya'ni bu inline tugmalari uchun xuddi shunday handler yoziladi callback query orqali. Ya'ni matnli nimalar uchun message orqali nima qilinardi. Biz o'z inline tugma bo'lgani uchun bu yerda callback query orqali handler yozyapmiz va bu yerga filtrlab olyapmiz. Filtrga data botga yuborilgan data, ya'ni kichik datalarni qabul qiladi. Ya'ni inline keyboard bosilganda xuddi shu handlerga murojaat qiladi. Endi e'tibor bering, kursi degan data yuborilganda biz kurs degan inline tugmamizga callback datasini kursiz deb bergandik. Xuddi o'sha kursizni olyapmiz va bu handlerimizga yozyapmiz kursiz deb. Kurs deb o'sha birinchi tugmamiz bosilganda callback data
kurs degan datani yuboradi botga va kelgan dataga, callback dataga ushbu handlerimiz javob beradi. Asinxron funksiya yaratyapmiz. Kurs callback deb nom beryapmiz funksiyamizga. Bu yerda callback nimasini qabul qilyapmiz. Hop. Demak, avoid callback. Ya'ni callback nimasi yuboriladi endi. Callback data uchun o'shanda yoziladi va message answer bizning kurslar Python, Iogram, Django, Telegram bot degan matnni foydalanuvchiga yuboryapmiz. Ya'ni birinchi inline tugmamiz bosilganda, kurslar degan tugmamiz bosilganda va bu yerda avoid callback answer ya'ni bu Telegramga callback qayd etildi deb bildiradi. Bu yerda callback message answer tugma ostidagi xabarga javob qaytaradi. Ya'ni inline tugmaga javob qaytaradi. Xo'p. Ikkinchi tugmamiz uchun handler yozyapmiz. User router callback query f orqali data, ya'ni data f filtr orqali data deyapmiz. Ya'ni inline tugmalar bosilganda o'shani tutadi. Inline tugmalar bosilganda biz o'z price degan tugmamiz bosilganda ushbu handlerimiz javob beradi. Ya'ni biz ikkinchi tugmamizga, ya'ni narxlar degan tugmamizga callback datasini price deb bergan edik. Endi o'sha price bosilganda mana shu handlerimiz javob beradi. Mana bu yerda avoid callback message answer. Ya'ni ushbu tugmamiz bosilganda mana shu xabarni foydalanuvchiga yuboryapmiz. Ya'ni narxlar kurslar 150 ming so'm boshlanadi degan xabarni yuboryapmiz. Avoid callback answer Telegramga callback qayd etiladi deb bildiradi. Qayd etildi deb bildiradi. Ya'ni uchinchi tugmamiz uchun handler yozyapmiz. Bu yerda ham tepadagi jarayon qaytarilyapti. Mentor degan callback data kelganda Telegram botimizga uchinchi tugmamiz, ya'ni bosilganda xuddi shu tugmamiz callback datasi mentor degan callback data kelganda Telegram botimizga xuddi o'sha matnni foydalanuvchiga yuboryapmiz. Ishlatib ko'ramiz botda endi. Kodimizni to'xtatib olamiz. Qayta start bosib olamiz. Mana hozir menu bosilganda bizda inline tugmalarimiz chiqishi kerak. Chunki biz handlerga shunday yozib qo'ygandik. Mana ko'rib turibsiz. Menu tugmasini bosdik va quyidagilardan birini tanlang deb biz yaratgan ikkinchi turdagi inline tugmalarda foydalanuvchiga chiqardik. Birinchi tugmamiz kurslar, narxlar, mentor bilan bog'lanish. Mana hozir menuni bosganda xuddi mana shu handlerimiz javob berdi. Mana xuddi o'sha matn chiqyapti va matnimizni tagidan inline tugmamiz chiqyapti. Ya'ni matn ostidagi tugmalar hisoblanadi bu inline tugmalar. Mana ko'rib turibsiz. Endi inline tugmalarimiz bosilganda nima bo'ladi? O'shalarni ham oldindan yozib qo'ygandik. Hozir kodlarni sizga tushuntirib chiqdim.
Ya'ni kurslar degan o'z inline tugmamiz bosilganda mana xuddi mana o'sha tugmamiz chiqdi hozir Telegram botimizda kurslar degan va uning callback datasi kurs degan data bergan nom berganmiz callback datamizga. Endi o'sha hozir callback datamiz bosilganda mana kurs deb qabul qiladi bot callback data sifatida va xuddi shu matnni bizga qaytarish kerak o'sha tugmamiz bosilganda. Mana hozir kurs tugmasini bosamiz. Mana ko'rib turibsiz, xuddi o'sha handlerda yozib qo'ygan ma'lumotimizni bizga qaytardi. Ya'ni biz o'z bu tugmani bosdik, botimizga callback data yuborildi. O'sha callback dataga mos ma'lumot, ya'ni callback datamiz kursdagi callback datamiz kurs degan nom edi, o'sha nomi edi callback datamiz. O'sha mana shu tugma bosildi, o'sha callback data botga yuborildi. O'sha callback datamizga mos handlerdagi javob bizga qaytdi. Mana xuddi o'sha ma'lumot bizga o'zi yuborildi. O'sha kurs degan tugmamiz bosilganda. Endi narxlar degan inline tugmamiz bosib ko'ramiz. Mana narxlar, kurslar 150 ming so'mdan boshlanadi. Xuddi o'sha tugmamiz uchun ham callback data berganmiz. Price degan narxlar degan tugmamiz bosildi. Mana xuddi o'sha mana shu tugmamiz narxlar degan o'sha bosilganda price degan callback data botga yuborildi. O'sha callback dataga mos handlerimizdagi javob bizga qaytdi. Mana xuddi o'sha javob bizga qaytdi. Uchinchi handlerimiz, uchinchi tugmamizdagi handlerda o'z ishlatib ko'ramiz. Mentor bilan bog'lanishga bossak, mana mentor o'sha jasur bemalol yozing degan ma'lumotni chiqardik, chunki o'sha ma'lumotni biz oldindan yozib qo'ygandik. Buni bu tugmamizni, ya'ni mentor bilan bog'lanish tugmasini callback datasini mentor deb bergandik. O'sha mentor degan data yuborildi o'sha tugma bosilganda. O'sha tugma bosilgan o'sha mentor degan data botga yuborildi. O'sha dataga mos ma'lumot bizga yuborildi, handlerdagi ma'lumot. Ya'ni xuddi shunaqa yaratishimiz mumkin ekan inline tugmalarda. Keling yana birinchi tugma uchun bitta misol yozib ko'ramiz va ikkinchi tugma uchun ham yana bitta yangi tugma yozib ko'ramiz. Masalan, yana yangi tugma qo'shmoqchimiz. Bu yerda bizda 3 ta tugmamiz mavjud. Yana 4-chi tugmani ham qo'shmoqchimiz. Keling o'sha tugmani chiroyliroq ko'rinishga keltiramiz. Menu, bog'lanish. Buning uchun butonimizga
nom beramiz. Yangi tugma yaratyapmiz. Text. Yangi tugmamizga nom beramiz. Masalan, qanaqa nom berishimiz mumkin? Menu bor, bog'lanish bor, ma'lumot bor, kabinet degan nom beraylik. Emoji ham berishimiz mumkin, ya'ni chiroyliroq bo'ladi. Kabinet. Endi kabinet degan tugma yaratamiz. Tugmamizga nom beramiz. Kodimizni boshqatdan ishga tushirib ko'ramiz. Kodimizda xatolik mavjud. Xo'p, qayerda xatolik qildik? Yoki uni berishimiz kerak edi. Tugmamizni to'g'rilab oldik. Xuddi shunday yoziladi. Kodimizni ishga tushiramiz. Mana ko'rib turibsiz, menyumuzni chiroyliroq ko'rinishga keltirib oldik. Hozir biz yangi qo'shgan ma'lumot menyumuz, replay menyumuz. Hozir yangi tugma qo'shdik. Ya'ni bu tugma bo'lganda hech qanaqa javob qaytarilmayapti, chunki biz bu tugmamizga oldin handler yozmadik. Keling o'sha tugmamizga ham handler yozib ko'ramiz. Buning uchun user router message filter qilib olamiz. Text filter text teng bo'lsa Shpoz biz yaratgan menyumizga ichida kopiya qilib olsak bo'ladi. Xo'p, ushbu tugmamiz bosilganda funksiya yozamiz. Asinxron def cabinet funksiyamizga nom beramiz. Message xabar yuboramiz. Endi o'sha tugmamiz bosilganda message reply to message bunaqa yuborib ko'rishimiz mumkin. Qanday xabar yuboramiz? Masalan,
kabinetga xush kelibsiz degan xabar yuboramiz. Hozir buni tushuntiraman. Replay to message nimaga bundan foydalandik? Start kabinet. Bizda kodimizda xatolik bor ekan. O'shani message share qilamiz. Message Kodimiz ishga tushdi. Start kabinet. Mana kabinet tugmasi bosilganda kabinetga xush kelibsiz degan xabarni chiqardik. Ya'ni ushbu xellarimiz orqali. Hozir biz birinchi tugmamiz endi replay button uchun yangi tugma yaratdik va yangi tugmamiz uchun header yozdik. Misol uchun edi bu. Keling, yana ikkinchi tugmamiz uchun ham yangi tugma yaratishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun virgul ajratamiz. Buni o'zida ham yozishimiz mumkin edi. Masalan, menu bosilganda xuddi bular chiqyapti. Ya'ni to'rttalik qilishimiz ham mumkin. Ya'ni pastdan chiqaramiz. Buning uchun o'sha virgul bilan ajratib yangi to'rtburchak qavsni ochib olamiz va bu yerda inline keyboard button klassimizni chaqirib olamiz va bu yerda text beramiz. Text teng tekstimizga nom berishimiz kerak. Ya'ni tugmamizga nom beramiz. Masalan, tugmamizga qanaqa nom berishimiz mumkin? Bizda kurslar degan tugmamiz mavjud, narxlar degan tugmamiz mavjud, mentor bilan bog'lanish mavjud va masalan yana qanaqadir nom berishimiz mumkin. Keling, emojilar bilan chiroyliroq nom beramiz. Masalan, ochiq dars. Ochiq dars degan tugma yaratamiz. Tugmamizning nomi va callback data yozishimiz kerak. Callback data, bunga callback datamizga nom berishimiz kerak. Masalan, ochiq dars bo'lsin. Ochiq degan callback datamizga nom berdik. Endi bu uchun ham header yozamiz. Ya'ni ochiq dars degan tugmamiz bosilganda callback data botga yuboriladi. O'sha dataga mos header yozishimiz kerak. Buning uchun birinchi ko'raylik, tugmamiz yaratildimi yo'qmi, o'shani keyin header yozsak bo'ladi. Start beramiz. Menu mana ko'rib turibsiz. Biz hozir yangi 4-chi inline keyboardimizni yaratdik. Ochiq dars degan tugmamiz chiqib turibdi. Lekin hozir bu tugmamiz bosilganda bizga javob qaytmayapti. Chunki biz javob qaytish uchun ushbu tugmamizga mos header yozishimiz kerak. Ushbu tugmamiz bosilganda javob beradigan header yozishimiz kerak. Endi o'shanga javob beradigan header yozamiz. Buning uchun oxirida yozib ketsak ham bo'ladi. 4-chi tugmamiz bu. User router callback qo'yib yozamiz, chunki biz inline keyboard yaratyapmiz.
f nuqta data bo'ladi. Data teng bo'lsa kelib qo'yay, data teng bo'lsa biz yangi yaratgan ochiq dars degan kelbek datamizni nomini kopiya qilib olib shu yerga qo'yishimiz kerak. Ushbu datamiz kelganda javob beradi. Ushbu xillarimiz asinxron funksiya yaratamiz. Def funksiya nom beramiz. Ochiq dars bo'lsin. Ochiq dars degan nom berdik funksiyamizga. Demak, callback berishimiz kerak. Ikki nuqta avoid callback message ya'ni ushbu tugmamiz bosilganda qanaqa ma'lumot yuborilishi kerak foydalanuvchiga o'shani yozamiz bu yerda. Masalan, yuborishimiz mumkin. Ochiq dars 30-chi dekabrda bo'lib o'tadi. Ochiq darsimiz 30-dekabrda bo'lib o'tadi degan ma'lumotni xabarni yuboryapmiz foydalanuvchiga. Callback endi botimiz qaytalashga tushiramiz. Hop. Endi bu tugmamiz bosilganda ushbu xellarimizga yozgan ma'lumot bizga yuborilishi kerak. Hozir bosib ko'ramiz. Start menu ochiq dars. Ana ko'rib turibsiz. Ochiq dars 30-dekabrda bo'lib o'tadi deb bizga ma'lumot chiqardi. Demak, xuddi shunday tartibda yangi inline tugmalar yaratishimiz mumkin ekan. Xo'p, demak, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Bugungi darsimizda ikki xil tugma yaratishni ko'rib chiqdik. Asosiy Telegram botlarda ishlatiladigan ikki xil tugma inline keyboard va markup replay keyboardlarda qanday yaratilishini ko'rib chiqdik va ularga handlerlar yozdik. O'shalar bilan tanishdik. Demak, sizga uyga vazifa inline keyboardga yangi tugma qo'shing. Masalan, statistika degan tugma qo'shing, inline tugma va unga kelbek datasiga status degan ma'lumot nom bering. Xo'p, ikkinchi vazifamiz replay keyboardga yangi tugma qo'shing. Ya'ni bu tugmamizga rasm yuborish degan nom bering. Demak, statistika tugmasi bosilganda foydalanuvchi ID'sini chiqarsin va hozirgi sana va vaqtni chiqarsin. Bot ishga demak, bot ishga ishlagan vaqt kabi ma'lumotlar chiqarishingiz mumkin. Asosiy foydalanuvchi ID'si va sana chiqarilsin. Ya'ni replay keyboardimiz statistika inline keyboardimiz statistika bosilganda. Demak, keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, e'tiboringiz uchun rahmat.